Nikim Krieger, ismim Farruh. Yaqinda YouTube'da boshladim, 1 oycha bo'lib qoldi. PUBG'ga ko'pchilik o'zini yolg'iz his qiladi, hayotdan zerikadi, hayotda qiyinchiligi, do'stlar tashab ketishi, boshqa yaqin odamlar tashab ketadi. Keyin PUBG'ga siqilgan odam kirib, ozgina ko'nglini yozish uchun kiradi bilsalar. PUBG'da tanishgan tanishlarimiz hayotdagi do'stlaringizga o'xshab sizni tashab ketmaydi. Menda ko'p bo'lgan pul kerak vaqtda PUBG'dagi tanishlarim pul bergan, yordam bergan, birga ranka chatqa, birga komanda bo'lib o'ynaganmiz. Lekin 2026-yilga kelib odamlar faqat donaterlar bilan o'ynaydi. Ya bo'lmasam faqat o'zini tanishi bilan kiradi, bitta qiz bilan kiradi, lekin o'ziga haqiqiy yaxshi jamoa topa olmaydi. Zerikarli, PUBG zerikarli bo'lib ketyapti, bilasizlar. Faraon qaytdi, ko'p setlar qaytdi. Nima demoqchiman? Oldingidaqa emas, lekin meni YouTube kanalimga kirsangiz har kuni 100 lobbilar bo'ladi. Birga bizni jamoamiz bilan, bizni jamoaga qo'shilib 100 lobbiga qatnashishlaring mumkin, birga o'ynashimiz mumkin. Bizni jamoa bir-biriga podдержка qiladi. Faqat donaterlar bilan emas, ko'rishlaring mumkin. Faqat oddiy o'yinchilar. Bizda faqat oqibat uchun bir-birimizni podдержка qilib, hurmat uchun bir-birimiz bilan o'ynaymiz. Kiringlar, qo'shilinglar, qatnashinglar.